Assalomu alaykum obunachilar. O'sha Andijon bozorida Forzing Euro 5 salondan apchishi 45 ming. Hozir buni 23 ming deyapti. Polniy salon holatlari ideal holatda turibdi. 23 ming yurgan. Massajlar, sidinalarda massajlari bor. Salon chiroyli holatda turibdi. Orqa salon holatlari. Nechta rasxod qiladi? 7 ta rasxod, 6-7 ta rasxod. 6 ta 7 ta rasxod qiladi. Benzin. Mashinaning turishi mana. Mashina ideal holatda-chi. Mana bu yoqlari, sidinalari. Mashina choligi bo'lmaydi. 23 mingda. Yili 25 ha? 23 ekan aka. 23 ha? 24. 23 ming kam bor deyapsizmi? Ha, Nomerlaringizni aytasiz. 93lik 93lik 042 042 0004. 0004. Obunachilar kerakli ma'lumotni o'zidan havola orasizlar. Mashinaning turish holati o'ta zo'r. Menga obunachilar Andijon bozorida Jetower T2 degan mashina turishni qaranglar. Bozorda eng kattasi bo'lib turibdi. Balon holatlari chiroyli holatda. Salon holatlari mana sidinalar o'zimizda suriladi. Buni ko'rishinglar mumkin. Salonlari ham ideal ishlangan mashinani. Oldlari sidina, orqani ochsa sidina oldiga surilar ekan. Mashinani o'zi bemalol adirlarda yursanglar bo'laveradi. Nech pul deyapsiz endi? Tur 40 ming. Bu mashinani 40 ming deyapti. Avtomat korobka, eshiklari. Holatlari. Yoqilg'isi qanaqa buni? Yoqilg'isi. Benzin. Nomeringizni aytib qo'yasiz? 91lik 485 51 55. Mashinani chiroyli holatda turibdi. Nima deysizlar endi bunisiga? Obuna bo'lib, like bosib qo'yasizlar. Obzor qilishda davom etamiz. Kerakli ma'lumotlarda egasidan.